Assalomu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz 3 bo'londagi bo'lonlarni ko'rib chiqdik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda munosabatlik mashqlarga bir qarab boqaylik. Unda bo'lsa birinchi savol qarab boqaylik. Masalan, bu yerda qaraydigan bo'lsak, bir top 3 bo'lon berib turishmi? 3 bo'lon A, B, C. Unda bo'lsa bu yerda bir ichki bo'lon bor ekan 81 gradus. Bu alfa bu ço 118 gradus ekan shunami? Unda bo'lsa alfani toping debdi. Ya'ni biz oldingi soat darsimizda o'rgandik shunami? Bir 3 bo'londa ichki bo'lonning yig'indisi 3-bo'lonning, ya'ni bu yerdagi bu bo'lonning tashqi bo'longa teng bo'ladi deb. Unda bo'lsa, yana nima degan gap? Bu yerdagi 81 gradusga alfani qo'shib o'tgan vaqtimda 118 gradusga teng bo'ldi. Unda bo'lsa alfa degan necha gradus? 118 dan 81 ni elib etsam shunami? 37 gradus degan gap. Mana alfa chiqdi, 37 gradus. Keyingi savol qarab boqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon berib turishmi? Bu 30 gradus ekan bu bo'lon, bu yercha 40 gradus debdi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu 90 gradus shunami? Bu 3 bo'longa qaraylik. Boshda 3 bo'lonning ichki bo'lon yig'indisi 180 gradus. Unda bo'lsa, bu bo'lon necha gradus bo'ldi? Albatta 50 gradus bo'ldi. Andan keyin bu 30 ga 50 ni qo'shsam 80 gradus shunami? Bu yer degancha 90 gradus. Unda bo'lsa, bu alfa necha gradus bo'ldi? Albatta 10 gradus bo'ldi. 10, 80, 90 ning yig'indisi necha bo'ldi? 180 gradus. Unda bo'lsa qaysi javob? A javob shunami? Ustida-chi A javob degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon beribdi, shunami? 3 bo'lon ABC, andan keyin 3 tal bo'lon bor ekan. Alfa, 3 alfa, 2 alfa ilingan 27 gradus deb. Unda bo'lsa, alfani toping debdi. Biz nima deb o'rgandik? Bir 3 bo'lonningki, shunami? 3 tal ichki bo'lonning yig'indisi necha bo'ldi? 180 gradus bo'ldi deb o'rgandik. Unda bo'lsa, ya'ni bu yerdagi alfaga 3 alfani qo'shsam 4 alfa shunami? Buningga yana bu bo'lonni qo'shib bersam, 2 qanda 2A ilingan 27 gradus teng necha bo'ldi? 180 gradus. Unda bo'lsa 6A teng shunami? 27 ni keyinga o'tkazib bersam necha? 207 gradus. Unda bo'lsa A teng 207 bo'lingan 6. Bunun astı üstünü men neçik bölüme 3 ga bölgen vaqtimda bu yerda 2 qoldi shunami? Bu yerda 69. Unda 69 ni 2 ga bölsem 34,5. Qani javob? C javob shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanda ABC deb bir 3 bo'lon bor ekan. Andan keyin bu ikki bo'lon birisiga teng 70 gradus debdi. Bu bo'lon bilan bu bo'lon 70 gradus ekan. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu bundagina bir yeyiq bo'lon, shundami? Unda bo'lsa 180 dan 70 ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu bo'longa chiqib qoldi 40 gradus degan gap. Unda bo'lsa ACD bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, bu taraf bilan bu taraf tengken. Unda bo'lsa, bu teng yanliq 3 bo'lon. Teng yanliq 3 bo'lonniki shunami? Bu ikki yon tarafning tagidagi bo'lonlar o'zaro teng bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yermi 40 gradus degan gap. 40 ga 40 ni qo'shsam, nima bo'ldi? Bu yerdagi alfa chiqdi necha gradus? 80 gradus. Yana bir takrorlaylik. 3 bo'lonniki shunami? 2 tal ichki bo'lonning yig'indisi 3-bir bo'lonning tashqi bo'longa teng bo'ldi. Javob 80. Shunami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC eşkenar üçgen deb turishmi? ABC eşkenar degan teng tarafli 3 bo'lon. Unda bo'lsa, teng taraflilik degandan keyin uchala tarafi birisi-birisiga teng bo'ldi. Bu bir alayliligi, ikkinchi bir alayliligi. Barliq bo'lonlari necha? 60 gradus shunami? Unda bo'lsa, bu yerda bir tik bo'lon bor ekan 90 gradus, 60 ni chiqarib olsam, osti 30 gradus qoldi. Unda bo'lsa, yana bir narsani ko'rib oldik biz shunami? Bu taraf bilan bu taraf tengken. Unda bo'lsa, tagidagi BCD bu 3 bo'lon qanday 3 bo'lon? Teng yanliq 3 bo'lon. Unda bo'lsa, bu yer bilan bu yer teng bo'lgan ekan shunami? Unda bo'lsa, bu bo'lon bilan bu bo'lon teng degan gap. 180 dan bu 30 ni chiqarib o'tib 2 ga bo'lgan vaqtimda, ya'ni 150 ni 2 ga bo'lsam necha? 75 gradus. Qani javob? E javob shundami? Unda bo'lsa, keyingi savol qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon bor ekan shundami? Qanday 3 bo'lon ekan bu? Tik bo'lonliq 3 bo'lon. Bu yerda 90 graduslik bir bo'lon bor ekan. Unda bo'lsa, nima debdi bizga? Bu D degan bu nuqta AC ninki tam o'ttirisi ekan shundami? Unda bo'lsa, bu yer bilan bu yer teng degan gap. Bu yerdagi BD'ni tutashtirgan vaqtimda bu uch siziq, ya'ni AD, BD va CD'ning uzunluğu birisi-birisiga teng bo'ldi. Shundami? Unda bo'lsa, bir qarab boqaylik. Bu yer 25 gradus bo'lsa, 25 gradusga nechini qo'shsam 90 bo'ldi? Albatta 65 chiqdi shundami bu yer. Bu yer 65, unda biz qaraydigan bo'lsak, bu bo'lon, shundami? Bu BCD degan bu 3 bo'lon teng yanliq 3 bo'lon. Unda bo'lsa, bu yer 65 bo'lsa,
Bu yemi 65 bo'ldi. Unda biz qaraydigan bo'lsak, BDE ga qarab boqaylik. Bu taraf bilan bu taraf teng. Unda bu ya 30 gradus bo'lsa, bu yemi 30 gradus. Shunami? Alfa nimaga teng bo'ldi? Bu bulon bilan bu bulonning yig'indisi. 30 ga 65 ni qo'shib etsam 95 gradus degan gap. Shundami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulon bor ekan, shunami? ABC deb. Qanday 3 bulon ekan bu? Bu bulon 90 gradus. Unda bo'lsa tik bulonliq 3 bulon degan gap. Unda bo'lsa bu yerdagi AD deb bir yon taraf bor ekan, shunami? Uzunluqi K debdi. Bu yer 2K debdi. Albatta biz buni qanday qilamiz? Tik bulonliq 3 bulonning bundaq bir alohidaligi bor, shunami? Men bu BC deganni o'ttirisidan parchalasam, masalan, bu nuqta o'ttirisidan parchalab etdi deylik. Men bu nuqtani masalan G harfi bilan ifodalayman. Unda bo'lsa masalan A bilan G ni tutashtirgan vaqtimda, shunami? Mushta ulusam qanday bo'ldi? Bu yerda 3 tal parcha siziq. Yani bu 3'i, bu ikisi, bu 3'i. Shunami? Birisi-birisiga teng degan gap. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi A, G bilan bu yerdagi G, C teng bo'lganligi uchun bu bir teng yonliq 3 bulon. Bu yer 25 gradus bo'lsa, bu yer 25 gradus. İkisining yig'indisi nimaga teng bo'ldi? 50 gradusga teng bo'ldi. Bunda o'zi men aytdim, bu 2K degan uzunlikni o'ttirisidan 2 ga parchalab etdim. Shundami? Bunda bo'lsa bu yerdagi BG ning uzunligi K, bu yerdagi GC ning uzunligi K bo'lib ketdi va bu K bo'ldi degan gap. Bunda o'zi navbatda masalan A, G, D bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu uzunlik bilan bu uzunlik KK birisiga teng bo'lg'achqa o'zaro shundami? Bu bulon bilan bu bulon qanday bo'ldi? O'zaro teng bo'ldi. Chunki bu teng yonliq 3 bulon. 50 gradus, unda bo'lsa bu ham 50 gradus. Bu cho'ng 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, shundami? A, C, D degan bu cho'ng 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, ichki bulon yig'indisi necha bo'lish kerak? 180 bo'lish kerak. 50, 25, 75, unda bo'lsa bu bulon necha bo'lish kerak? 105 gradus degan gap. Uningdan bu 90 graduslik bulonni chiqarib olsam, shundami? Unda bo'lsa 105 dan 90 gradusni chiqarib olsam, alfa necha qoldi? 15 gradus degan gap. A javob. Shundami? Keyingi savol qarab boqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu savolda shundami? Bu bulonga teng. Unda bo'lsa bu yerdagi CE degan bu bulonning bulon o'ttirisi ekan. Shundami? Unda bo'lsa bu bulonmi bu bulonga teng. Ya'ni DE degan bu bulonning nima? Bulon o'ttirisi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu bulonning bulon o'ttirisi bilan, shundami? Buning bilan, ya'ni bu bulonningki bulon o'ttirisi bu yerdagi E degan bir nuqtada kesishibdi. Ve bu yerdagi, shundami? Men buni avval bir uzartay, ya'ni bu yerdagi CE degan bu siziqni uzartgan vaqtimda qanday qilibdi? Unda bo'lsa bu bulondan chiqqan, ya'ni bu bulondan chiqqan AE degan bu siziq, shundami? Bu ikki bulon o'ttirisi bilan o'xshash bir nuqtadan kesishganga qaraganda bu AE degan bu siziq, ya'ni bu bulonning nimasi bo'ldi? Bulon o'ttirisi bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu yerdagi 65 gradus bilan undaq bo'lsa, bu 65 gradus bo'lsa, bu necha gradus bo'ldi? 65 gradus bo'ldi. Chunki bu siziq, shundami? Bu bulonning nimasi? Bulon o'ttirisi. 65, 65, 130, unda 180 dan chiqarib o'tgan vaqtimda bu yana bo'lib ketdi, 50 gradus bo'lib ketdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi bu alfa, bu 50 gradusning nimasi? 2 dan 1 yoki yarmi degan gap. Qani javob 25 gradus. Nima uchun bunda bo'ldi? Biz oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan shundami? Masalanga bu yerga men qayta bir sizga yana bir qatam mushta bir 3 bulon bo'lsin. Shundami? Masalan biz buni A mayani chu, B mayani C deb oldik. Anandan keyin bu bulonniki bulon o'ttirisi. Mushta bir bulon o'ttirisi bo'lsin. Bu bulonniki, ya'ni bu bulonning tashqi buloni. Bu bulonning bulon o'ttirisi shundami? Bir nuqtadan kesishgan bo'lsin. Unda bo'lsa bu yer beta bo'lsa, bu yer nima bo'ldi? 2 beta bo'ldi. Bu qonuniyatga asosan bu bulonning bulon o'ttirisi shundami? Unda bo'lsa bu tashqi bulonning bulon o'ttirisi. Bu alfa bu 50 gradusning yarmiga teng bo'ldi. 50 ning yarmi necha bo'ldi? 25 gradus bo'ldi degan gap. Biz buning isbotini oldingi soat darsimizda ko'rgan edik, shundami? Keyingi savolimiz qarab boqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bulon biribdi, shundami? Andan keyin tafsilroq qaraydigan bo'lsak, bu siziq, shundami? Bu bulonning nimasi ekan? Bulon o'ttirisi. Bu siziqcha bu bulonning, shundami? Bulon o'ttirisi. Unda bo'lsa, masalan men buni A desam, buni A bo'ldi, shundami? Buni B desam, bu B bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerdagi A qo'shilgan B qo'shilgan B nimaga teng bo'ldi? 180 graduslik bir yirik bulon, shundami? Unda bo'lsa, bu
Bu nimaga teng bo'ldi? Navbatda 2a qo'shilgan 2b teng 180 gradus. Oldi keynini 2 ga bo'lgan vaqtimda a qo'shilgan b teng 90 gradus degan gap. Ya'ni bu 90 gradus. Unda bo'lsa bu yerdagi alfa bilan 25 ning yig'indisi 90 bo'lishi kerak. Chunki bu 3 bo'lonning ichki bo'lon yig'indisi 180 bo'lmasa bo'lmaydi. Tushunami? Unda bo'lsa alfa degan 90 elingan 25 teng necha 65 gradus degan gap. Qani javob? Javob shundami? Keyingi savolimiz qarab boqaylik. A, B, C deb bu yerda bir 3 bo'lon bor ekan, shundami? Unda bo'lsa bu yerda 110 gradus debdi ustidagi bo'lonni. Anandan keyinchi bu taraf bilan shundami? Bu kichik 3 bo'lon qaraydigan bo'lsak, bu taraf bilan bu taraf o'zaro birisi-birisiga teng ekan, shundami? Teng yonliq 3 bo'lon. Unda bo'lsa DE bilan, ya'ni bu taraf bilan bu taraf birisi-birisiga teng ekan. Bu teng yonliq 3 bo'lon. Masalan, men bu bo'lonni B degan vaqtimda bu qanday bo'ldi? B bo'ldi. Buni C degan vaqtimda bu qanday bo'ldi? C bo'ldi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, men bir savol so'rab boqay masalan. B qo'shilgan C, ya'ni bu bo'lon bilan bu bo'lonning yig'indisi necha bo'lishi kerak? Albatta 70 gradus. Bu ikkisining yig'indisi 70 bo'lganda 110 ga qo'shsam 3 bo'lonning ichki bo'lon yig'indisi 180 bo'ldi. Shundaymi? Unda bo'lsa B bilan C ning yig'indisi 70 bo'lsa, ya'ni bu yerdagi B bilan bu yerdagi C ning yig'indisi 70 degan gap. Unda bo'lsa bu 180 gradusdan B bilan C ning yig'indisi 70 ni chiqarib o'tgan vaqtimda alfa ne chiqib qoldi? Albatta yana 110 gradus degan gap. C javob. Shundaymi? Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qancha 3 bo'lon bor ekan, shundami? Avval A, B, C ga qarang. Unda bo'lsa, tafsilroq qaraydigan bo'lsak, masalan, D, E, C degan bu 3 bo'londa, shundami? Bu taraf bilan bu tarafdan ekan. Ya'ni bu teng yonliq 3 bo'lon degan gap. Teng yonliq 3 bo'lonning unda bo'lsa, bu ikki yon tarafning, shundami? Ostidagi bo'lonlar o'zaro teng degan gap. Bu ya'ni, ya'ni bu bo'lon nima bo'ldi? A bo'ldi degan gap. Ya'ni alfa bo'ldi, shundami bu yerda. Unda bo'lsa, masalan, bu yerdagi D, E, B degan bu bo'longa qaraydigan bo'lsak, bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, shundami? Kichik 3 bo'longa bu taraf bilan bu taraf teng ekan. Unda bo'lsa, bu bo'lon alfa bo'lsa, bu bo'lonmi alfa bo'ldi degan gap. Alfaga alfani qo'shib yotsam, bu bo'lon necha chiqdi? 2 alfa chiqdi. Mana. Unda bo'lsa, bu navbatda bu 3 bo'longa qarab boqaylik. Bu 3 bo'longa bu 2 alfaga alfani qo'shib yotsam, bu bo'longa teng bo'lishi kerak. Ya'ni 2 alfaga, shundami? Alfani qo'shib yotsam 78 gradusga teng. Unda bo'lsa 3 alfa teng 78 gradus. Alfa teng 26 gradus degan gap. Qani C javob. Shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa, bu yerda mushta bir 3 bo'lonlarni berib turishmi? Unda bo'lsa, nimani so'rabdi? Aksini so'rabdi. Ya'ni bu bo'lonni topib ekanmiz. Bu bo'lon bilan bu bo'lon o'zaro teng ekan birisi-birisiga. Men buni A deb olay. Unda bo'lsa A desam, ya'ni bu bo'lon nimaga teng bo'ldi navbatda? 27 ga A ni qo'shganga teng, shundami? Ya'ni A qo'shilgan 27. Nima uchun? Bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, ichidagi 2-3 bo'lonning, 2 tal bo'lonning yig'indisi 3-bo'lonning tashqi bo'longa teng, shundami? Unda bo'lsa bu bo'lon A qo'shilgan 27 bo'ldi. B, D, C degan bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, bu taraf bilan bu taraf teng ekan, shundami? Teng yonliq 3 bo'lon. Unda bo'lsa, bu bo'lon A qo'shilgan 27 bo'lsa, bu bo'lonmi A qo'shilgan 27. Bizga bu aytgan bu bo'lon bilan bu bo'lonni teng deb berib ekan, shundami? Men buni A desam, bu mu A bo'ladi. Unda biz bir hisoblab boqaylik. A qo'shilgan 27 qo'shilgan A qo'shilgan 27. 1, 2, 3. 3 bo'lonni qo'shib etdim. Necha bo'ldi? 180 gradus degan gap. Unda bo'lsa A. Shundami? 3A qo'shilgan 54 teng 180 gradus. Unda bo'lsa 3A teng 126 gradus. Shundami? A teng necha bo'lsa 42 gradus degan gap. Men A ni topdim. A necha? 42 gradus ekan. 42 gradusga 27 ni qo'shatsam, ya'ni A ga 27 ni qo'shatsam, bu bo'lon chiqadi. Shundami? Unda javobdan necha? 69 gradus degan gap. Ya'ni bu bo'lon necha? 69 gradus ekan. Bizga nima deb beribdi? AB bilan AC teng. AB bilan AC birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa, bu bo'lon bilan bu bo'lon qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng. Bu mu? Shundami? 69 gradus. Unda bo'lsa 180 dan 69 ni chiqarib olsam, x qilib qoldi. Shundami? Unda bo'lsa x dan necha? Ya'ni 180, shundami? Undan 69 gradusni chiqarib o'tamiz. Javob necha chiqadi? 42 gradus. Unda bo'lsa javob degan gap. Shundami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda murakkab bir 3 bo'lon berib turishmi? Mushta bir 3 bo'lon bor ekan, andan ikkinchi bu
bu bulondan tushgan bir siziq, shundami ostidagi bu siziqni, ya'ni bu tarafni o'ttirisidan ikki parcha qilib o'tibdi, shundami? Ya'ni bu yer bilan bu yer teng ve ikki parcha qilib qolmay bu 90 gradus chiqibdi. Unda bo'lsa biz bu yerdan qanday bir narsa xulosalay olamiz? Ya'ni bu taraf bilan bu taraf birisi-birisiga teng ve bu siziq, shundami? Bu siziq bu bulonning nimasi? Bulon o'ttirisi. Bu bir nima bo'ldi? Teng yonliq uch bulon bo'ldi. Unda bo'lsa biz oldingi soat darsimizda o'rgangan, yana bir aslab, shundami? O'tib ketaylik. Unda bo'lsa masalan mushta bir teng yonliq uch bulon bo'lsin, shundami? Teng yonliq uch bulon dey. Unda olsa bu teng yonliq uch bulonniki. Ya'ni masalan buni bulon A, bulon B, bulon C deb olsam, bu bulondan chiqqan bulon o'ttirisi, shundami? Qanday qildi? Bu bulonni albatta bulon o'ttirisi bo'lgandan keyin ikki parcha qildi. Ikki parcha qilib qolmay pastga 90 gradus tushdi va bu ikki taraf qandaqda birisi-birisiga teng bo'ldi. Shundami? Bu teng yonliq uch bulonning nihoyat muhim bir alohidaligi. Unda bu qonuniyatga asosan qaraydigan bo'lsak, bu teng yonliq uch bulon bo'lg'achqa, bu yer alfa bo'lsa, bu bulonmi alfa bo'ldi degan gap. Unda olsa bu yer 40 gradusken, bu yer 50 gradusken, shundami? Bu ikkisini qo'shib etsam, nima chiqadi? Qo'shib etgan vaqtimda bu bulonniki tashqi bulon, ya'ni bu bulon chiqadi degan gap. Necha gradus? 90 gradus. Bu mushada qog'oz tutsin. Endi yana bir qarab boqaylik. Bu yer 90 gradus, shundami? Bu 90 gradus bo'lsa, bu yermi 90 gradus bo'ldi. Unda olsa B, E, C, ya'ni ostidagi bu uch bulonniki bu bulondan chiqqan bu siziq, shundami? Bu üçüncü, ya'ni bu tarafga qanday tik tushish bilan birga mushta BF ni FC, ya'ni ikkisini birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parchaga bo'lib o'tgan bo'lsa, bu BC degan tarafni albatta bu qanday bo'ldi? Ya'ni bu taraf bilan bu taraf teng bo'ldi. Tegidagi BCE degan bu uch bulonmi teng yonliq uch bulon. Unda bo'lsa, ya'ni bu taraf bilan bu bulon bilan, shundami? Bu yerdagi kichik bulon teng degan gap. Ikkisining yig'indisi 40 gradus bo'lsa, bu kichik bulon 20 gradus, bu yerdagi kichik bulonmi 20 gradus bo'ldi. Bu 90 graduslik bu bulondan bu kichik, bu 20 graduslik bulonni chiqarib o'tgan vaqtimda albatta bu yerdagi bu bulon necha 70 gradus chiqadi degan gap. Unda olsa alfa degan bu teshunami? Unda olsa alfa teng 70 deb olamiz. Qani? D javob degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik olsa, AEB eşkenar üçgen, shundami? Unda olsa AEB qanday üçgen? Ya'ni teng tarafli uch bulon degan gap. Unda olsa 60 gradus, 60 gradus, shundami? Bu yermi mesela 60 gradus. Unda olsa bu uch tarafmi birisi-birisiga qanday bo'ldi? Teng bo'ldi. Anundan keyin yana nima deb beribdi bizga? FGCD, shundami? Bu nima bo'ldi? Bir kvadrat, ya'ni kare degan kvadrat, bu bir kvadratkan, shundami? Kvadratning qanday alohidaligi borda? 90 gradus, shundami? To'rtili bilan 90 gradus va bu to'rt taraf qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng bo'ldi. Albatta bu yermi, bu yer qanday parallel. Bu parallel bo'lg'achqa, bu yermi 60 gradus, shundami? Bu mu 60 gradus. Unda ustidagi AFG degan bu uch bulonmi bir qanday bo'ldi? Teng taraflik uch bulon degan gap. Unda bo'lsa bu ustidagi AFG teng taraflik uch bulon ekan, shundami? Ya'ni bu uch taraf birisi-birisiga teng degan gap. Bu taraf FG degan bu taraf, bu teng tarafli uch bulonning bir tarafi va bu kvadratning bir tarafi. Unda bo'lsa bu taraf bilan bu tarafmi qanday bo'ldi? Teng bo'ldi. Unda bo'lsa navbatda nihoyat muhim bo'lgan bir uch bulonga qarab boqaylik. Bu yerdagi A CG degan, ya'ni bu yanti uzun bo'lgan bu uch bulon, shundami? Bu uch bulonning bu tarafi bilan qanday? Bu tarafi birisi-birisiga teng yonliq uch bulon bo'ldi. Unda bo'lsa cho'qsidagi bu bulon bilan tegidagi bu bulonmi birisi-birisiga teng degan gap. Unda bo'lsa bu yerningki 90 gradus ekanligini bilamiz, shundami? Usti 60 gradus. Unda bo'lsa qarab boqadigan bo'lsak, ya'ni bu bulon, shundami? AGC degan bu bulon necha gradus bo'ldi? 90 qo'shilgan 60 150. Unda bo'lsa 180 dan 150 ni chiqarib buni 2 ga bo'lgan vaqtimda bu kichik bulon 15 gradus bo'ldi. Shundami? Unda bu 15 gradusga 60 ni qo'shib etsam, bu yerdagi 5A chiqamdi. 5 alfa necha 75 gradus. Unda bo'lsa alfa teng 15 gradus degan gap. Qani javob? D javob. Shundami? Bizga bu yerda savolda kichik bir xatolikni beribdi. Ya'ni ACE. Shundami? ACE degan amaliyotda 5 alfa bo'lish kerak. Anundan keyin alfa teng necha 15 gradus. Shundami? Unda bo'lsa qarab boqadigan bo'lsak, shundami? Mashqlarimiz oxirlashibdi. Unda bo'lsa bugungi darsimiz 3 bulondagi bulonlarning, ya'ni ikkinchi darsning mashqlari mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.